Yolg'izlikni sevuvchi 3 ta burch. Ular yolg'iz bo'lsa, chinakam baxtlidir. Birinchi o'rinda, ular chayonlardir. Bu burch vakillari ichki olamiga chuqur sho'ng'ishni yoqtiradi. Ular uchun yolg'izlik bu o'zini tiklash, kuch yig'ish va ruhiy o'sish vaqtidir. Har doim ham odamlar orasida bo'lish ularni charchatadi. Ikkinchi o'rin, buzoq burchi. Buzoqlar osoyishtalikni, tinchlikni va barqarorlikni sevadi. Yolg'iz qolib, sevimli kitobini o'qish yoki tabiatda sayr qilish ularni qalbini tinchlantiradi. Ular uchun yolg'izlik bu zavq. Uchinchi o'rinda bu Qovg'a burchi. Qovg'alar erkin ruhli, mustaqil shaxslar. Ular boshqalardan farqli fikrlashadi va yolg'izlik ularga ijodiy ilhom bag'ishlaydi. Ular do'stlarini qadrlashadi, lekin yolg'iz qolishdan ham qo'rqishmaydi. Yolg'izlik bu jazo emas, ruhiy dam olishga aylanadigan tuyg'u. Siz ham yolg'izlikni sevasizmi? Izohlarda fikringizni qoldiring.